Assalomu alaykum. Demak, bugungi darsimizda bizda onlaynda kod yozish imkonini beruvchi, demak, Google Colab platformasi bilan tanishamiz. Undan qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz. Demak, nimaga aynan Google Colabni tanlaganimizni aytadigan bo'lsak, Google Colab, demak, Google tomonidan bizga kodlarni yozishimiz va ularni ran qilishimiz uchun demak, ta'minlab berilgan kod editor hisoblanadi. Uni afzalligi nima deydigan bo'lsak, demak, misol uchun, biz machine learning qilayotganimiz yoki deep learning qilayotganimizda bevosita CPU va GPU larni kuchlilariga ehtiyojimiz bo'ladi va bizga ko'proq, demak, joy kerak bo'ladi buning uchun. Va mana shunaqa xususiyatlarni bizga Google Colab ta'minlab beradi. Unda hattoki, ya'ni TPU lar ham bor. Mana shuning uchun biz demak Google Colab'ni tanladik. Buning uchun demak brauzerimizni ochib olamiz. Ya'ni aytib o'taman, sizni kompyuteringizda Python o'rnagan bo'lishi shart emas. Google Colab'da o'zida Python mavjud hisoblanadi. Va bu yerda demak ish joyimizda Google Colab deb yozamiz. Enter dezganimizda demak mana bu yerda Collaboratory deyiladi. Mana shuni ustiga ezamiz va bizga Google Colab ichiga kiradi. Va mana bizda notebooklarimizni yozish uchun demak mana shunday muhitga kiramiz va bu yerda aytaylik Open Colab'ni ezadigan bo'lsak, bizga Colab'ni demak oynasini yozib beradi. Misol uchun siz Colab'ga o'zingizni Google Drive'ingizni bog'lab qo'ygan bo'lsangiz, sizni yozgan notebooklaringiz demak Drive'da saqlanadi. Mana misol uchun meni yozgan notebooklarim hammasi mana shu Drive'imda turibdi. Endi aytaylik men yangi demak notebook ochmoqchiman. Uning uchun shu pastda Open Notebook bor. Cancel da yozib turib, mana bu yerda faylni bo'limiga o'tib turib, New Notebook in Drive de demak ezadigan bo'lsak, bizga yangi demak ishchi muhit yaratib beradi. Dastlabki holda demak kirganimizda bizni mana shunday joy kutib oladi. Google Colab'dan foydalanish uchun yana aytib o'tmoqman. Siz demak o'zingizni Google akkauntingizga kirgan bo'lishingiz kerak hisoblanadi. Bo'lmasam siz undan foydalana olmaysiz. Mana Google Colab'ga kirdik va bu yerda bizni bir nechta demak oynalar kutib turibdi. Birinchisi demak mana bu fayl asosiy oynamiz. Bu yerda Google Colab'da bunday ishlatiladigan fayllarimiz duch kelishimiz mumkin. Misol uchun bu yerga biz demak JSON fayl bo'ladimi, HTML fayl bo'ladimi yoki bo'lmasam CSV, Excel fayl bo'ladimi? Mana shularni mana bu yerdagi demak upload to session storage degan knopkani ezib turib, mana shu yerdagi demak nimalarni bizga kerakli bo'lgan, misol uchun CSV fayl yoki bo'lmasam Excel fayllarni yuklab, demak bu yerda o'z ishlarimizni bajarsak bo'ladi. Yoki bo'lmasam Google Colab'da o'zida o'rganish uchun mana bu yerda sample data degan joylari bor. Mana shu yerdagi demak mana bu CSV yoki boshqa nimalarni demak yuklab mana shu yerda o'zidan ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Demak mana bu yerda e'tibor beramiz. Demak meni Google Drive'im bu yerga bog'langan va u yerdagi fayllarni ham ishlatsam bo'ladi. Mana shuni o'chirib qo'yishim mumkin. Mana haqiqatan o'chirmoqchimisan, ya'ni aloqani deyapti. Yo'q, bizda demak bog'lanib turaversin. Access'ni qaytadan demak yuklab olish uchun kod so'rayapti. Bizda demak уже bog'lanib turibdi. Va mana bu yerda refresh degan knopkasi ham bor. Endi o'zimiz ko'radigan bo'lsak, Jupyter notebooklarga juda ham o'xshab ketadi. Lekin aytdik, bu yerdagi Python va kutubxonalar o'sha Google Colab'da o'zidan keladi. Demak, bu yerdagi demak bor kutubxonalar asosan machine learning, data science, deep learning yo'nalishida ishlaydi. Aytaylik, biz bu yerga qaysidir kutubxonani import qilmoqchimiz. Aytaylik, NumPy kutubxonasini import qilaylik. Import NumPy va unga nom berib qo'yaylik. np deb qo'yamiz. Enter da ezadigan bo'lsak, va bu yerda qaranglar. Cellda mana bu yerdan ran qilinadi. Ezganimizda va buni o'chirib turay. Ezganimizda bizga mana shu cellni o'zini ran qilib berib, pastda yangi nima
cell ochib bermaydi. Unaqa qilish uchun Jupyter Notebook'ga o'xshatib Shift Enter'da yozishimiz kerak bo'ladi. Shift Enter'da yozdik va bizda mana bu yerda demak yangi cell ochib berdi. Endi bu sellimizda aytaylik, mana bu NumPy kutubxonasini versiyasini tekshiraylik. np nuqta ikkita pastki chizig'i version va yana pastki chizig'i. Bu yerda yana bir demak nimasi extensionlari o'rnatib qo'yilgan. Ya'ni siz bemalol oson kod yozishingiz mumkin bo'ladi. Shift Enter desam, mana demak 2.0.2 versiyasidagi NumPy kutubxonasi o'rnatilgan. Bundan tashqari Google Colab'da yana bir afzalligi bu yerda demak sun'iy intellekt yordamida kod generatsiya qilsak bo'ladi. Buning uchun demak continue ni ezamiz va aytyaptiki, misol uchun write a function which returns a sum of two numbers deymiz. Mana bu yerda function bo'ladi. Noto'g'rilik ketib qolibdi. Va ezadigan bo'lsak, ya'ni VS Code'ga o'xshab bu yerda ham sun'iy intellekt bor va faqat bu yerda Gemini bor. Ya'ni Google'da o'zi ta'minlab bergan sun'iy intellekti bor. Bu yerda yozishimiz mumkin va o'zi mana yozib berdi. Yoki bo'lmasa mana bu yerdagi generate degan nimasini ezib turib shu yerda yozishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun mana shu kodimizni sellimizga generate qilaylik. Enter'da ezamiz va mana bu sellimizga yozib beradi. Biroz kutamiz. Albatta aytib o'taman, bulardan foydalanish uchun siz Google akkauntingizga kirgan bo'lishingiz kerak. Bu yerda accept ezadigan bo'lsak, shift enter ezadigan bo'lsak, bizga mana tayyor nimasi bilan, demak, misollari bilan yozib berdi. Endi aytaylik, biz demak deep learning demak model yaratyapmiz va bizga kuchli GPU kerak. Endi GPU deganda graphical processor unit, ya'ni grafik karta kerak bo'ladi. Mana shuni ham boshida aytib o'tganimizdek bizga Google Colab o'zi ta'minlab bergan. Demak, biz muhitimizni GPU dan yoki CPU danmi nimada run qilayotganimizni ko'rish uchun mana bu yerda demak settings degan knopkasi bor. Buni ezganimizda bizga sozlamalar ochilib beradi. Bu yerda demak sim, ya'ni temani tanlashimiz mumkin. Misol uchun save deydigan bo'lsak, bizga oq oynaga o'tib qoladi. Bu qora turib turaversin yoki adaptiv qilib qo'yishimiz mumkin. Va aytaylik, bu yerda turli xil ishlarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Bu editorga taalluqli bo'lgani uchun settings. Endi GPU yoki CPU ligini qayerdan bilamiz desak, settingsni pastidagi mana bu demak RAM va diskni yonida turgan additional connection options degan joy bor. Mana shu yerda change runtime type degan demak buttonni ezamiz va bu yerda bizga ko'rsatib turibdiki, biz hozir hardware acceleratorimiz CPU, ya'ni Central Processor Unit CPU da ishlayapmiz va bizga GPU kerak. GPU ni ezadigan bo'lsak, bizga ya'ni hozirgi yozgan kodlarimiz ya'ni o'chish ketmaydi, ular run bo'lishdan to'xtab qayta run qilishimiz kerak bo'ladi GPU ga o'tkazish uchun. Shuning uchun OK da ezamiz va save da ezganimizda mana kodlarimiz o'chib qoldi va connection jarayoni boshqadan boshlandi. Va уже bu yerda GPU ga mana GPU ga ulandi deyapti va GPUmiz demak 12 gigabaytli ekan. Va uni qaytadan run qiladigan bo'lsak, endi GPU da mana run bo'lyapti. Bu yerda mana change runtime ni yana ko'radigan bo'lsak, mana GPU da turibdi. Undan tashqari CPU bor. Ya'ni bu yangi avlod mashinasi. Buni ham o'ziga yarasha demak qulayliklari bor. Lekin asosan biz CPU va GPU dan ishlatamiz. Va bu yerda qaranglar, bitta Pythonda emas, boshqa demak tillarda yozishimiz mumkin ekan. Ya'ni R tili bo'ladimi, Python yoki Julia'mi, shularda ham ishlashimiz mumkin ekan. Va hozir biz CPU ga qayta o'tib olaylik. Ya'ni siz runtime'ni o'zgartirganingizda kodlaringizni boshqadan run qilishingizga to'g'ri keladi. Endi qaranglar, demak biz undan tashqari Python kodlarimizga izohlar yozib ketishimiz mumkin. Traditsion tarzda yozadigan bo'lsak, bu
NumPy kutubxonasini import qilish jarayoni deydigan bo'lsak, mana komment yozildi. Aytaylik, men buni bunday emas, boshqacha, ya'ni Redmi fayllar ko'rishida yozmoqchiman. Buni ham bizga demak Colab ta'minlab bergan. Uning uchun mana bu yerda text yoki plus text qiladigan bo'lsak, demak bizda MD formatdagi demak tekstlarni yozishimiz mumkin. Mana shu yerga yozib turib, misol uchun buni katta shriftda yozadigan bo'lsam, buni katta qilib qo'yilib, enterni shift enterni ezaman va mana bizga MD ko'rinishidagi tekst bo'lib qoldi. Buni tepaga ko'chirishim kerak. Strelka bor, strelkani tepaga ezadigan bo'lsam, demak mana tepaga ko'chib qoldi. Va buni xohlagan joyimizga yozib ketishimiz mumkin. Misol uchun versiya tekshiruvi. Versiya tekshiruvi. Enter deymiz. Mana o'ziga yarasha MD tilidagi demak tekstlarni yozishimiz mumkin hisoblanar ekan. Va aytaylik, buni yozgan kodlarimizni biz demak GitHub'imizga ham ulab olsak bo'ladi. Buning uchun save a copy in GitHub deydigan bo'lsak, bu o'zi demak saqlanib ketadi. Lekin men hozir sizlarga demak o'zim GitHub'imni ulab olganman, shuning uchun forget qilib turaman. Save ezaylik va mana aytaylik, save a copy in a GitHub deydigan bo'lsak va aytayaptiki, birinchidan demak GitHub'ingni bog'lab olishing kerak deyapti. Bog'lanib ketib qoldi menda. Ya'ni GitHub'ingizga alohida oyna ochiladi va mana shu oyna yordamida demak siz GitHub'ga repozitoriy ochib, mana bu yerda repozitoriyni tanlasangiz bo'ladi. Va mana shu yerdagi repozitoriyni tanlab, bu yerga komment yozib yoki bo'lmasam faylni nomini o'zgartirib, branchni o'zgartirib turib, OK deb essiz, demak xuddi GitHub'ga yuklagandek bo'lasiz va mana shu kodlaringiz GitHub'ga yuklanadi. Biz hozir bunday qilmaymiz. Va mana shu asosiy demak Colab bilan ishlash hisoblanadi. Aytdik, bu Jupyter Notebook'dan unchalik farq qilmas ekan. Demak, bu darsimizda biz sizlar bilan Google Colab platformasi bilan tanishib chiqdik.